O'zgidromet ertaga 11-mart kuniga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 gradus iliq, kunduzi 28-30 gradus iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyati havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 gradus iliq, kunduzi 28-33 gradus iliq bo'ladi. Navoiy va Buxoro viloyatlari havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19 gradus iliq, kunduzi 30-35 gradus iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlari havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 gradus iliq, kunduzi 26-31 gradus iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19 gradus iliq, kunduzi 30-35 gradus iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 gradus iliq, kunduzi 25-30 gradus iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 gradus iliq, kunduzi 17-22 gradus iliq bo'ladi. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring.